Qiyomat kuni qoldirildi azizlar. Donald Tramp kutilmaganda tinchlik kabutariga aylandi-yu qoldi. Bugun tongga yaqin e'lon qilingan rasmiy bayonotda Tramp o'sha mashhur halokatli kuchni Eronga yubormaslikka qaror qilganligini aytdi. Lekin bu shunchaki emas. Bu yerda Pokistonning Field marshali Osim Munir va bosh vazir Shahboz Sharifning ajoyib xizmatlari borligini Trampning o'zi ham tan oldi. Dunyo nafasini yutib turgan bir paytda nima uchun Tramp orqaga qaytdi? U haqiqatan ham tinchlik tarafdorimi yoki Eronga nisbatan barcha harbiy maqsadlarga erishib bo'ldimi? Bugun parda ortidagi o'yinlarni, ayniqsa Tramp aytgan ikki tomonlama o't ochishni to'xtatish shartlarini ipidan ignasigacha tahlil qilamiz. Gapni aylantirib o'tirmaymiz. Trampning bayonotidagi bir jumlaga e'tibor bering. Biz barcha harbiy maqsadlarimizni bajarib, hatto undan o'tib ham ketdik deb aytmoqda. Bu nima degani? Bu Isroil va AQSh Eronning eng muhim nuqtalarini allaqachon nishonga olib bo'lganligiga ishora berayotgandek go'yo. Ya'ni urarimizni urib bo'ldik, endi gaplashsak ham bo'ladi degan kinoyali ohang bor bu yerda. Lekin asosiy shashka bu Hormuz bo'g'ozi. Tramp shartni qat'iy qo'ydi. Bo'g'oz to'liq zudlik bilan va xavfsiz ochilishi kerak. Shunda va faqat shundagina 14 kunlik bombardimonsiz hayot kafolatlanadi. Qizig'i shundagi, Tramp Eronning 10 bandlik taklifini ishlash mumkin bo'lgan asos deb atadi. Bu degani Eron AQShga shunday bir taklif berganki, u hatto Trampdek qaysar siyosatchini ham o'ylantirib qo'ya qoldi. Pokiston esa bu yerda haqiqiy moderator rolida. Field marshal Osim Munirning aralashuvi shuni ko'rsatadiki, bu shunchaki qog'ozdagi diplomatiya emas, balki ortida juda katta harbiy kafolatlar turgan kelishuvdir. Tramp hatto o'zini yaqin Sharq davlatlarining vakili sifatida ko'rsatib, uzoq yillik muammoni hal qilish men uchun sharaf deb qo'ydi. Mana sizga Trampcha self parimning cho'qqisi. Lekin xursand bo'lishga hali erta. Bu 2 haftalik sulh shunchaki agreement, ya'ni yakuniy kelishuvni qog'ozga tushirish uchun berilgan bir muddatdir. Ya'ni Islomobodda 10-aprel uchrashuvi shunchaki choy ichish emas, balki dunyoning yangi xaritasini chizish bo'ladi. Neft narxi nega oshib ketganini endi tushungandirsiz. Chunki bozorlar Trampning bu yumshoq bayonotini sezdi. Agar 14 kundan keyin kelishuv imzolanmasa, Tramp aytgan o'sha halokatli kuch yana yo'lga chiqishi hech gap emas. Xulosa qilib aytganda, hozir time-out e'lon qilindi. Tramp va Eron shaxmat taxtasida bir-biriga qarab jilmayib turibdi. Lekin har ikkala tomonning qo'li stol ostidagi tepkida. Pokiston esa bu jarayonda hakamlik qilmoqda. 10-aprel kuni Islomoboddan keladigan xabarlar yo dunyoni tinchlantiradi yoki yangi portlashga zamin yaratadi. Sizningcha Eron haqiqatan ham Hormuzni to'liq ochib beradimi? Yoki bu shunchaki Trampning saylovoldi navbatdagi shousimi? Izohlarda o'z taxminlaringizni yozing. Bizda tahlillar hali davom etadi. Muhim 24 ga obuna bo'lmaganlar hozir ayni vaqti. Chunki bunaqa issiq tahlillarni faqat bizda ko'rasiz. So'zimiz oxirida o'sha gap. Soat millari to'xtab turmaydi. U yurishda davom etadi. Ko'rishguncha azizlar.